Juda sekin. Nima? Bunday bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib u meni barcha hujumlarimni hech narsa emas deb qaytaryapti? Men bor kuchimni ishga solyapman va hatto kapitan Hardiga ham muammo keltira oladigan darajada kuchliman. Bo'lishi mumkin emas. Sen 7777-daraja bo'lishing mumkin emas. Bu shunchaki ahmoqlik. Oq ritsarlar va elflar malikasi oldida meni burchim bor. Men yordamimga muhtoj odamlar hali ko'p. Shunday qilib, men bu yerda o'lishimga yo'l qo'ymayman. Ha, to'g'ri, odamlarga yordam berish haqida qandaydir gaplarni eshitganimni eslayman. Sizlar hamma odamlarni kuchsiz va baxtsiz deb bilganingiz uchun ularni hasharotdek yo'q qilib, hayot qiyinchiliklaridan qutqarasiz. Shunday emasmi? Sizlar bilan bir xil havoni baham ko'rish bizni kasal qiladi. Siz zaif, achinarli va xunuksiz. Hayotingiz og'riqli shiddatdan boshqa narsa emas. Shunday qilib meni qo'limdan tez va og'riqsiz o'lim insonlar uchun baxtning timsolidir. Nima, buni rahmdillik deb o'ylamaysanmi? Aqldan ozdingmi? Oddiy javob, meni sa'y-harakatlarim xayrixohligini odamlar tushuna olmaydi. Estotarm Halbert, meni hayotimning bir qismini ol va menga bu jangni yengish uchun kuch ber. Umrimni qancha qisqarishi meni qiziqtirmaydi. Menga bu hasharotni ezib tashlash uchun yetarlicha kuch ber. Ha, mana buni aytyapman. Yaxshisi menga yengil qarama. Bor kuchingni berib jang qil, chunki bu ham menga yetarli bo'lmaydi.